Hop, shaklni tanlab oldim. Mana shu aylanani chizishim kerak. Bundan keyin buni o'lchami bor bizda, demak 48. Bu nima ekan? Diametr edi. Hop. Qurollar panelidan bizda mana circle bor bizda. Demak, aylanani chizish uchun bizda hozir so'rayapti, nima so'rayapti? Yo'q, mana bu dastavval buyruqni tanladim. Ya'ni aylanani chizishni buyruqni tanladim. Biz qo'lda chizganda nimadan foydalanamiz? Aylanani chizish uchun. Circledan. Circle oldim. Shaklni bilib oldim. Aylana ekan. Nima qilaman birinchi? Yo'q. Circle'ni qayergadir qo'yishingiz kerak-ku. To'g'rimi? Xuddi shunaqa prinsipi bir xilda. Sizga aytayaptiki, birinchi nuqtani belgilang deyapti. Ya'ni aylananing markazi. Xohlagan joyga qo'yishingiz mumkin. Mana bu ekrandagi xohlagan joyga nimani qo'yishimiz mumkin? Birinchi nuqtani qo'yishimiz mumkin. Lekin biz qog'ozda chizganimizda xohlagan joyga nima qila olmayman. Birinchi nuqtani belgilay olmayman. Chunki qog'ozda rasmiylashtirish degan tushuncha birmuncha nima? Murakkab. Rasmiylashtirish murakkab. Mana hozir ko'ryapsizki, AutoCADda rasmiylashtirish juda ham nima ekan? Oson ekan. Xatolik ketadigan bo'lsa, bu demak raqamli ko'rinishda aks etyapti. Xohlagancha biz uni o'zgartirishimiz mumkin, o'chirib tashlashimiz mumkin xohlagan paytda. Hop, birinchi nuqtani qo'ydim. Demak, bu aylana nimasi bo'ldi? Markazi bo'ldi. Tortaman. Endi nimada ko'rsatadi mana shu sonlar? Millimetrda. Hop, necha kirtaman? Nimaga 48 edi-ku? Ha? Hozir siz radiusni. Radius bo'yicha so'rayapti. Demak, 24 deb kirtaman. Nimaga 24 yozmayapti? Hop, mana 24. Bu diametr bo'lib qoldimi shunda? Radius bo'ldi. Hop, o'lchab ko'ramiz. Hop, radius belgisi bor. Necha ekan? Demak, 24. To'g'ri kelyapti. Mana. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qatorga tegishli bo'lgan aylana mana. Eng qiyini mana shu. Qolganlari demak juda nima? Oson. Hop, endi mana 4, 5, 6 dan ko'rsatib beraman. Demak, mana bu kvadratni chizib beraman. Buni ham o'lchami qanaqa? 48. Demak, buning uchun nimadan foydalanaman? Mana shu kvadrat chizish. To'rtburchakdan bor, tayyor beryapti bizga shablon. Yana birinchi nuqtani tanlang deyapti. Birinchi nuqtani tanladim. Nima ko'rsatyapti endi? Tortamiz. Qaysi tomonni ko'rsatyapti? Necha? 48 ga 48. Mana. To'g'ri keladimi? Hop, keyingisi. Mana buni chizib ko'rsatib beraman. Nima ekan bu? To'g'ri to'rtburchak. Demak, o'lchami 60 ga 42 ekan. Demak, eni 60 mm, bo'yi 42 mm. Buni ham demak o'sha to'g'ri to'rtburchak chizish nimasidan foydalanib 60 ga demak necha ekan? 42 ekan. Mana. To'g'ri keladimi? Qanday bilamiz buni to'g'ri kelishini? Demak, o'lchab ko'rishimiz kerak. Bizda demak dimension nimasi bor, buyrug'i bor, ya'ni o'lchov. Mana shulardan bizda demak xato kiritib qo'yishimiz mumkin, aytib bo'lmaydi. O'shaning uchun har doim biz har qanday chizma chizadigan bo'lsak, o'lchovlarini biz chiqarib turishimiz kerak. O'lchov bilan biz tekshirishimiz kerak. Hop. Demak, radiusini yarmicha chizasiz. Tushuntira oldimmi? 24 bo'ladigan bo'lsa, ichki aylanani radiusini necha qilamiz? 12 qilamiz. Markazi bitta nuqtada tutashgan, ichma-ich joylashgan bir aylanalar bo'ladi. O'zaro konsentrik deymiz yokida. Hop, bu oddiy bitta to'g'ri ko'rsangiz bo'ldi. To'g'ri chizib beradigan bizda nimalar bor? Mana bu yerda baraka topgur qanaqangidir line, polyline degan nimalar bor? Qurollari bor. Shular orqali foydalanadi. Hop. Bular ham qiyin bo'lmasa kerak. Bularni demak qanday chiziladi? Mana bu shakllar. Demak, markazdan 4 mm ga siljitasiz. Mana bu yerda markazdan demak, mana bu o'ng tomondagi chiziq markazdan 4 mm deyapti. Bu chap tomonga nima?
4 mm siljitamiz. Shundan boshlab ko'ramiz. Demak, aylana chizdim. Shunaqami? Aylana chizdim, demak, nima qilamiz? Bitta demak to'g'ri chiziq o'tkazaman. Siljish uchun nima qilaman? Bizda demak mana bu yerda kopirovat qilsam bo'ladi yoki-da bu yerda mov orqali tanlab turib bizni chapga yoki o'ngga nima qilish mumkin? Siljishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi mana bu qatordan bitta mana buni ko'rsatiladigan bo'lsa, qolganlari juda ham oson bo'lib qoladi, menimcha. Xo'p, bu shaklni chizamiz. Bu shaklni. Bu shakl qanday chiziladi? Ya'ni aylananing ichida bir nechta to'g'ri chiziqlari bor. Vertikalga nisbatan deymiz. Vertikalga nisbatan necha kirasizda taxminan? Aytingchi. Mana shu. Vertikalga nisbatan 45 gradus deb ko'rsatasiz. Endi buni chizish qanday bo'ladi? Oldin oddiy to'g'ri chiziqlar chizishdan boshlaysiz. Oddiy to'g'ri chiziqlar chizishdan boshlaymiz. Demak, 48 deb olaman. 48 mana. Endi oraliq intervalli 1 mm dan olasiz. Bular uchun. Ya'ni ikkita to'g'ri chiziqning orasidagi masofa nima? 1 mm interval deyapti. Buni hozir qanday 1 mm da ko'paytiraman? Kopiya qilamiz, faqat nima qilsak bo'ldi? Bizga demak boshlang'ich nuqtaga nisbatan siljitsak bo'ldi. Necha yozamiz? 1 deb yozamiz. Keyingisiga 2. Va hokazo 3, 4 deysiz, 5 deysiz, 6 deysiz. Mana. Endi buni demak har nimada 1 mm deb yozib o'tirmayman-da. Buni kopirovat qilaman. Mana bu yerda demak ikkita to'g'ri chiziq bo'lib qoldi. Demak o'chiramiz. Hop, buni ham nima qilaman? Kopirovka qilaman. To'g'rimi shu yo'l yoki noto'g'rimi? Nimaga? Biz hozir nimadan yutishimiz kerak? Vaqtdan yutishimiz kerak-da. Mana. 4 ta 5 ta demak shablon yasab olsangiz, demak qolganini chizib ketish mumkin. Hop. Ko'paytirib olasiz. 1 mm farqi bilan hop, yana bir ko'paytirib qo'yamiz buni. Hop, keyingi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Hop, bu hozir to'g'ri chiziqlar vertikal tek yo'nalgan. Lekin bizning shaklimizda qanday? 45 gradus edi. Buni nima qilamiz? Mos ravishda 45 gradusga buramiz. Belgilaymiz. Hop, mana shu yo'llarda ham demak ikkitalik bor ekan. Hop. Bizda demak burush belgisi bor mana. Stilka, ya'ni rotation belgisi bor. Rotate ve burush belgisi. Hop, bazaviy nuqtani tanlang deyapti. Bazaviy nuqtani. Qayerdan tanlashim mumkin? Burchakmi? Aha, mana shu 90 gradusga o'chirish kerak. Aha, 90 gradusga o'chiraman. Mana. Hop, keyingisi demak bu mana bu yerlardan nuqta tanlasham bo'lmaydimi? Chunki biz ko'zlagan maqsadga yetisha olmaymiz. O'shaning uchun demak bazaviy nuqta degan tushuncha bor. O'sha nuqtaga nisbatan siljiydi. Bazaviy nuqta. Agar mana bu nuqtani mana bu yo'llardan oladigan bo'lsa, shakl biz belgilagan nuqtaga nisbatan buriladi. Hop, bizning demak tanlovimiz eng demak optimali demak burchak. Demak chap tomondagi pastki burchak bo'ladi. Endi mana necha yozishim kerak? 45 yozishim kerakmi? Hop.
135. Necha gras yozay? 135. Az 90'da turganda diyorsun. Bu yana yaratsa 135. 135 deb yozsam, demak qarang. Hozir burchak qayerga ko'rsatyapti? Mana shu holatda qarang. Mana. Sizlarga ko'rinmayapti. O'tib oling bu tomon. Hozir burchakka yozadigan bo'lsam qayerga nisbatan? Mana hozir bu chiziq bor mana, sariq chiziq. Undagi dastlabki holati mana. Undan oldingi holat. Burchakka yozsam hozir ixtiyoriy burchak yozay. Deylik 10 yozsam, o'sha 10 gradus yozadigan bo'lsam, qaysi burchak 10 gradus bo'ladi? Mana bu dastlabki holatida, demak, mana bu sariq chiziqlar bor. Uzlukli, demak, sariq chiziqlar orasidagi burchak bu 10 gradus bo'ladi. Hozir 10 gradus deb yozadigan bo'lsam, mana bu yerda to'g'ri chiziq o'tkazadigan bo'lsangiz, mana bu chiziq bilan bu vertikal tek chiziq orasidagi burchak necha bo'ladi? 10 bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Demak, biz 45 deb yozishimiz kerak. 45 deb yozaymi? Mana. 45 gradus. Mana aylanani endi nima? Aylana chizib olganmiz. Endi aylanani biz nima qilishimiz kerak? Mana shuni demak to'g'ri. Eng osoni bu. Mana. Endi nima qilaman? Boyagi shaklga o'xshab kelyaptimi? O'xshab kelyapti. Endi biz ortiqcha joylarni kesib tashlashimiz kerak. Ortiqcha chizdik. Demak, o'chiramiz belgilab turib. Bunda ham xuddi shunaqa. Hop. Bular nima qilaman endi? Aylanadan tashqari chizilgan chiziqlar. Burchakdan o'chirolmaydi? Qaysi? Burchakdanmi? Mana shu yerdanmi? Yo'q, bilasiz, bunday. Ha, bunday. Hammasi tanlanib ketyapti. Nima qilaman? Qaychi bor bu yerda? Yaxshi. Buni olamiz. Bu yerda ikkita nima bor edi? Ikkita buyruq bor. Bittasi trim edi, bittasi extend. Farqi nima deydi? Mana bu belgiga qaraydigan bo'lsak, belgida qaychiga qarang. Qilyapti, uzuk chiziqlar qilyapti-da, ikkinchi yo'ldagi asos davom etyapti. Endi bunga qaraydigan bitta to'siq bor. Bu demak dastlab chizilgan. Agar Excel tanlaydigan bo'lsa, chiziqgacha o'zi davom etib qo'yadi. Necha gradus bo'ladi. Bu esa to'siqgacha nima qiladi? O'chiradi. To'siqgacha. Ya'ni to'siq bizda hozir aylanani mana bu tomoni bo'lyapti. Mana bu tomon, mana bu demak segmenti bo'lyapti. Necha gradus segmenti. Bu to'siq sifatida qaraladi. Trim oladigan bo'lsak, demak, mana nima qilyapti? Hozir to'siqgacha o'chiryapti mana. To'siqgacha o'chiradi. Bitta o'chirib o'tirmaysizda, demak, chap tomonni bosib turib qo'yib yubormasdan belgilaysiz. Mana bu joylarga kelganda faqat nima qilamiz? Yaqinlashtirib olib o'chirasizlar. Ya'ni amaliy ishni tekshirayotganimda oldin avtokad bo'yicha tekshiraman. Bunaqa kamchilik bo'lish kerak emas. Mana. Qancha yaqinlashtirsak, shuncha ko'rib kelaveradi. Hop, qolganlarni ham nima qilamiz? Xuddi shunga o'xshatib biz o'chirib chiqamiz. Demak, boyagi shakl kelib chiqdi. Qalinlikni qayerda o'zgartiramiz mana shuni? Mana layer degan joy. Mana shu? Layer tepasi. Mana bu. Aha. Necha yozay? 10. Layer nima edi? Nima? Qavatmi? Chiziq. Qatlam. Bu qatlam. Qatlam ham kerak bo'ladi hozir. Layer bu qatlam. Nimaga kerak edi bu narsa? Obyektlarni alohida ko'rish uchun. Alohida biz qatlamlarga, guruhlarga, papkalarga saqlanib qo'yamiz. Qaysi papkani ko'rsatib qo'yamiz, qaysi papkani ko'rsatmay qo'yamiz-da. O'sha uchun kerak. Hop, bizda mana bu yerda panelda
Ya'ni home menyusini panellarida properties degan tushuncha bor. Ya'ni nima edi bu? Xususiyat. Xususiyat bu. Ya'ni shaklli xususiyat deganda nimani tushunamiz? Rangi, qalinligi. Rangi, qalinligi, shartli belgisi, ko'rinishi, hokazo. Xususiyatda. Mana bu yerdan biz qalinlik rangni tanlay olamiz. Hozirga qaysi rang kerak? Oq rang kerak. Oq rang qo'ysam ko'rinmay qolyapti. Sal surib qo'yamizmi yoki bu tomonga? Mana shu yerga surib qo'yish kerakmi? Endi ko'rib turibdi-da. Xo'p, endi qalinligini nima qilamiz? O'zgartiramiz. Qalinligini mana shu properties bo'limidan bizga mana bu qalin chiziq bor. Undan keyin ingichkaroq, yana ingichkaroq, yana ingichkaroq. Bu height. Mana line weight deyapti. Bu qalinlik. Nechi qilamiz? Hozir by layer, ya'ni standart AutoCAD tomonidan standart ko'rsatyapti. Hozir nechi qilishim kerak? 1 mm qilib ko'ramiz hozir mana. 1 mm. Tanladim. O'zgarmadi-ku. Standart 1 mm. Yo'q, standart 1 emas edi lekin. Standart hozir mana bunga yaqin bo'ladi. 0.05 ga yoki 0.0 ga yaqin bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Nimaga qalinlik ko'rsatdim? 10 bormidi bu yerda? 10 yo'q, 2 mm bo'ladi. Mana. O'zim kirsam bo'ladimi? Line settings bor. Default 211 gacha ekan. Millimetrda 211 gacha. Eng kattasi. Bundan ortiq qalinroq qila olmas ekan. Ikkita aylana chizish kerak, keyin nima qilish kerak? Aha. Keyin bu demak 12 mm tashqi bu. 1 mm qalinlik qolishi nima qilish kerak? 11 qilish kerak. Qarang. Mana bitta aylana chizish uchun ikkita fikr bo'lyapti-da, ikkalasi ham to'g'ri fikr. Birinchisi aytyapti, bular aytyapti. Ikkinchi aylana chizing deyapti, o'shani qalinlashtirib qo'ying deyapti. Bu ham to'g'ri. Ikkinchisi demak default bo'yicha aytyaptiki, qalinligini demak default qiling, ichkiga demak aylana chizing yana bitta va orasini hech bilan bo'yab qo'ysangiz bo'ladi. Bu ikkinchisi. Xo'p, bizda mana buni qalinligini ko'rsatmayotgan sababi bor. Mana tagida status bar deyiladi-da, bu status bar degani holat qatori, ya'ni bu yerda koordinatalar ko'rinadi, sozlash ko'rinadi-da. Biz o'yga 90 gradusga ham sozlasak bo'ladi. Mana shu yerda show height line weight off deb turibdi. Nima degani? O'zgartirishlarni kiritilmasligi. O'chirishni, o'zgartirish. Chiziq qalinligi hozir off holatda. Nima degani? Ochiqda. Biz o'shani yoqib qo'yishimiz kerak. Mana. Tushuntira oldimmi? Buni har doim ham ishlatmaymiz lekin kerakli joyda ishlatishimiz kerak. Tushuntira oldim. O'shaning uchun AutoCAD bizga mana shu qaysidir nimalarni bizga off yoki on qilishi buyrug'ini kiritib qo'yibdi bu yerga. Xo'p, endi chiziq qalinligi 1 mm bo'lib ko'rindimi? Endi nima qilamiz buni? Olib kelamizda markazga surib qo'yamiz. Demak, ikkalasiga markazini bitta nuqtaga olib kelishimiz. Mana markazini tutib olamiz. Keyingisi markazi mana. To'g'ri keladimi endi? Xo'p. Bularni aytgan keyingi usulni ko'ramiz. Ya'ni bular aytyapti, ikkita aylana chizing deyapti. Ya'ni necha edi? 12 mmlik va keyingisi necha? 11 mmlik. Mana 11. Shunda orasi 1 mm bo'lib qoladi. Aha, keyin nima qilamiz xo'p chizgandan keyin? Bo'yashi hech olamiz. Hech bilan demak bizda belgilaymiz. Hammasi qora bo'lib ketdi-ku.
Qanday bo'yash kerak? Qanday? Birinchi tashqaridagi boya bosh kerak, lekin Bunimi? O'rtasini qo'ying. Mana shu yerni bosaymi? Ichkarimi? Mana bu yerni aytyapsiz. Uni bu yerni bo'yash uchun mana buni tanlayman-da. Aha. Chaytirish kerakmi? Keyin nima qilishim kerak? Unda mana buni ko'rsatib turay. Ichki aylanani ko'rsatib turamiz hozir. Hozir o'xshaydimi hozir ko'ramiz. Hop, mana shu yerda tursin. Buni ko'chiraymi endi? Hop, tanlaymiz. Hop, siz aytayotgandek bo'la qolsin. Mana ko'chiryapman. Mana markazi. Ko'rinmadi-ku. Chegasiga oq rang bersangiz. Hop, unda qaytaraman. Qaysiga oq rang beray? Mana bajadan oq qo'yaylik. Tagidaginimi? Yo'q, mana kattasini. Yigirma. Shuni aytyapsiz-da. Shuni oq qilib bo'ya deyapsiz. Shunaqami? Hop, yetishta olamiz. Oq qilaymi endi buni? Mana. Nega rangi o'zgarmayapti bu? Mana. Bo'ldimi? Endi surishim kerak buni. Hop, markazini topib olamiz. Undan keyin buni markazini topib olamiz. Qaysi birisi aniqroq? Bu hozir 1 mm chiqadi deb o'ylaysizmi? Endi mana buni olamiz. Bumi? 2 mm mi? Bir deb o'zgartirmadik bu oxiri. Yo'q, 2/1. Ha, 2 mm qilgan ekan. Hop, 1 mm qilamiz. Kelasi ham bir xilmi endi? Yo'q. Hozir nimaga bir xil chiqmay qoldi? Chiziqni qalinligi bor edi o'zi. Ha, mana bundagi bizni mana buni chiziqni qalinligini hozir qanday tanlab qo'yishimiz kerak? 0 qo'yaylik hozir. Ha? Hop, yana ichkarida ha, mana buni ham qalinligi bor edi. Buni ham nima qilamiz? 0 qilamiz. Endi bir-biriga yaqinlashdimi? Tushuntira oldimmi? Mana ikki xil usulni aytyapsizlar hozir bizga. Birinchisi chiziqni qaralashtirib qo'ying deyapsiz. Ikkinchisi bunaqa. Qaysi bo'lsa osonroq o'zingiz bilasiz. Eng osoni menimcha chiziq qalinligini nima qilib qo'ysak bo'ldi? O'zgartirib qo'ysak bo'ladi menimcha. Hop. Qolganlari menimcha juda ham oson bo'lsa kerak. Buni qanday chizamiz? Sizlarni qalinlashtirib turib. Aha. X tortamiz. Hozir bu necha graduslik bo'ladi? 45 gradus. Demak, x ham 45 gradus. Demak, chiziq tortasizlar, chiziqni demak qalinligini berib qo'yasiz. Ba'zi bir holatlarda boya mana bu shaklni tortganimda, birinchi tortganimda orqasiga o'tib qoldi. Orqasiga o'tib qoldi-da, ba'zi bir holatlarda oldiga o'tib qoladi-da. Ya'ni hozir men bunaqa chiziq chizyapman-da, bu shakl. Bu ikkita shakl chizyapman. Ba'zi bir holatlarda mana bunaqa bo'ladi, bir-biriga tushashtirganda ba'zi bir holatlarda bunaqa bo'ladi. Orqa tomonga o'tib qoladi. Buni qanday hal qilamiz? Orqa tomonga o'tib qoldi, lekin ko'rinmayapti. O'sha shakl bor. Uni qanday hal qilsa bo'ladi? Hop. Mana qora qilib chizib olamiz. Hop, undan keyingi yana bitta aylana chizib olaman. Hozir bu oldida yotibdi. Buni orqasiga qanday o'tkazib qo'yaman? Mana shu shaklni orqa tomoniga qanday o'tkaziladi? Tanlaymiz. Sichqoncha o'ng tomonni bosamiz. Sichqoncha o'ng tomonida drive order bor. Mana shu yerda buyruqlar kiradi. Bring to front,
sent to back, bring. Above object, sent under objects. Demek bizaga hop sent to backni tanlaymiz. Orqaga o'tadi. Ba'zi bir holatlarda siz demak shaklni chizganingizda, bir-biriga tutashtirganingizda, demak o'sha shakl ko'rinmay qolishi mumkin. Shunaqa holatlar ham bo'ladi mana. Mana shu holatda hozir ozgina demak farqli bo'lishi uchun mana orqa tomonda yozibmiz-da shakl. Tushuntira oldimmi? Shu holatda biz demak shaklni tanlab turib, o'ng tomonni bosib turib, orqa tomonga o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu funksiya hozirgi kunda mavjud bo'lgan har qanday grafik dasturlarda bor. Buni o'zi ham qatlam deyiladi. Har qanday, u demak rasm bo'lsin, u demak multimedia bo'lsin, ovoz ishlaydigan bo'lsin, video ishlaydigan bo'lsin yoki chizmachi degan har qanday multimedia dasturlarida bu funksiya bor. Hammasida bor. Xo'p, keyingi shaklga o'tamiz. Bu ham qiyin bo'lmasa kerak endi. Ya'ni xuddi mana bu aylanani demak ichida demak to'g'ri chiziqlari bor aylanadek bular ham nima bo'ladi? Bir xildek bajariladi. Bunda ham demak oldin vertikal tik chiziqlarni chizasizda, uni nima qilasiz? 45 gradus gorizontalga nisbatan aylantirasiz. Qolganlari ham nima ekan? Juda ham oson. Hop.